Assalomu alaykum, hurmatli muxlis do'stlar. Mana yana bir halol mehnat ishlaydigan mehnatkash akalarimiz va ukalarimiz mana shu yerda ishni davom ettiryapti. Bizda uy paxsa devorlari mana Afg'onistonda shuru bo'lyapti, ishlanyapti. Bu yer qayer deb so'rasangiz, Afg'onistonning Balx viloyati. Mana shu yer Sho'rtepa tumani. Hamma yerda mana shunday paxsa uy devorlar ishlanyapti, boshlanyapti do'stlar. Ko'rib kuzatgan muxlis do'stlarimizga albatta kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turing inshaalloh. Albatta hammamizga halollik, shunday yaxshi mehnat, to'g'ri mehnat qilish nasib qilsin inshaalloh. Bir-birimiz haqqini yemay, g'arazsiz ishlamak nasib qilsin. Albatta Alloh rozi bo'lsin inshaalloh qilgan mehnatlarimizdan, ishlarimizdan, o'zlarimizdan, hammamizdan inshaalloh. Mana shu shunday og'ir mehnat bo'lsa ham albatta halol. Kuniga mana shu bu yerdagilar 50 ming so'mga, 300 afg'oniga ishlashadi shular. Alloh rozi bo'lsin shu kishilarimizdan. Mana shu akamiz ham mana shu uy devorlar joylarini o'zi mana boshlab ustalik qilib ham ishlaydi, ham o'z devorlarini qurshaydi. Qanday, qiyin emasmi ishlar? Yo'q, qiyin emas, bo'ladi hammasi ham. Shu uy ham bo'ladi, qiyin ham bo'ladi. Uy devorlarini qancha kundan beri ishlab boshladingiz mana shuni? Hozir bu 4 oy bo'lganda shuni ishlayapmiz Mana hozir. 4 oydan beri mana shunchalik bo'lgan ishlar. O'z uy devorlar inshaalloh o'tirib shu yerda yashash nasib qilsin inshaalloh shularga ham. Baxayr inshaalloh xayrini ko'rsin. Ishida huzurini ko'rsin inshaalloh mana shu do'stlarimiz ham. Alloh rozi bo'lsin. Qilgan ishlarimizdan mana bu insonlarning ham qilgan ishlardan mana shu uy devorlarda o'tirib mana tez kunlarda buni ustini bitirib, ichini ham suvab o'tirib ko'chib kelish nasib qilsin inshaalloh bularga. Allohning o'zi kuch-quvvat bersin va xayr hammamizga, mana shu do'stlarimizga, ishlayotgan do'stlarimizga Alloh xayrli qilsin va xayr inshaalloh. Mana shunday uy devorlar qurshalgan. Afg'onistonda uy devorlar qanday deb so'rasangiz, mana shunday aziz muxlis do'stlar. Alloh rozi bo'lsin. Albatta birovni haqqini yemay shunday qilib xizmat ishlar qilgan odamlarga hammaga Alloh yaxshilik va yaxshilik nasib qilsin. Birovni haqqini yeyish yomon. Albatta shu dunyoda ham intiqomi bor, u dunyoda ham albatta birovni haqqini yegan albatta javob beradi. Halol ishlab, bir halol o'tirib, halol o'tirmak hammamizga nasib qilsin inshaalloh. To'g'ri niyatli, yaxshi insonlar bo'laylik. Yaxshi ishlarimizni hammamiz huzurini ko'raylik inshaalloh. Do'stlar, bizlarni ko'rib kuzatgan do'stlarga albatta omadingizni bersin. Bizlarni ham Alloh ishlarimizga rivoj bersin. Halol mehnat qilib mana shunday ishlaydigan hamma yigitlarimizga, do'stlarimizga Alloh qo'llab-quvvatlasin. Mana shular ham abid bo'ldi. Hozir abidga, choyga ketyapti bular. Alloh rozi bo'lsin qo'llab-quvvatlagan do'stlarimizga. Rahmat kanalimizni ko'rib kuzatuvchi do'stlarga. Assalomu alaykum. Yana bir shunday halol mehnat ishlagan do'stlarimizning yoniga keldik. Mana bizning videomizni ko'rgan aziz tomoshabin do'stlar, mana shu halol mehnat iymon vijdonli kishilar bo'lsa inshaalloh mana ko'ring videomizni. Bizda hamma ishlar mana shunday halollab ishlaydi. Albatta mana shunday videolarni Gul Muhammad Yoriy akamizga ham ko'maklashib turamiz. Mana shunday halol mehnat ishlaydigan kishilarimizni albatta qo'llab-quvvatlaymiz. Alloh qo'llab-quvvatlab, Alloh rozi bo'lsin mana bizlardan, hammamizdan. Mana shunday bizning Afg'onistonimizda halol mehnat ishlar. Do'stlar, albatta xayr ko'ring. Hammamizga shunday halol ishlab, birovning haqqini yemay, halollikdan pul topish nasib qilsin inshaalloh. Iloyim. Mana do'stlarimiz ham kuniga bu yerning puliga 300-350 afg'oniy, agar so'mga qiyoslasak 50 ming so'm, 60 ming so'mga ishlaydi kunuzon. Mana shu saratonli kunlarda shunday ishlar davom etyapti. Paxsa ishlar va paxsa devor bitgan ishlarni mana shunday qilib ishlashadi. Albatta hozirgina bir klinik, davoxona deylikmi, doktorxona haqidan bir video olib qaytdik. Yana o'shanda ham mana kuniga ishlaydigan nafarlarga 50 ming so'm, 60 ming so'm berishadi. Ustalariga esa 90 ming so'm, uzog'i bilan 100 ming so'm berishadi. Mana bu kishilar ham halol mehnat tarafdorlari.
Har yerdagi halol mehnat bo'lsa, mana shu kishilarni ham Xudo ishlab davom ettiradi. Maşallah, ko'z tegmasin. Necha beriyorum günüňizde? 250 veriyor günüňizde. 350 apqani berýär diýen 350 apqani ise so'ma qiyoslasak 60 ming so'm bo'ladi. Do'stlar, maşallah charchamang. Yaxshiming o'za? Qiynana yo'qming? Hava nahilaq issiq bolýarming? Yo'q, ish bilan issida. So'ng bilan atýaryň issiq bolýarming? Mana peşin boldy issida. Bu işler hemişemden Xudo işlep ýürýäsiňizmi ýa bir şu gün işläp atýarsyňyzmy? Endi tapylsa işlep ýörüň, etken garypçylygymyzda bilýän. Günde de mana şu künigem şunday işler kılyapmyz diýipdi. Gaýerdeki şunday işler bolsa, agyr mehnat bolsa hem lekin halal mehnat. Halal mehnat işlemek, tapmak hammamizga nasip etsin inşallah Allah. Eger kimde kim birovny haqqyny ýedigen bolsa, kıyamatda onuň albatta savol jogaby. Birovny haqqyny ýemey, halal mehnat qilish hammamizga nasip qilsin. Yaxşylyk qilish we togrulyk işleş nasip etsin inşallah. Mana assalomu alaykum aziz hormatly ko'ruvchi muxlis do'stlar. Mana yana bir halal mehnat işçilerimiz mana şu yerda uy diýwal paxtalaryny işleýärdi. Mana bu yerden g'ishtdan diýwallary ham bor. Halal mehnat do'stlar. Hammamizga to'g'ri yashash, halollik nasip qilsin inşallah. Birovni haqqyny ýemey, birovni haqqyny iş juda ham yomon. Agar haqqyny ýegen bolsak ham qaytarmak, onuň zakatyny bermek nasip qilsin har birimizga inşallah. To'g'ri halollik haqida yaxshi videolar inşallah alyp turamiz. Mana şu akalarimiz qancha yildan beri 10-15 yildan beri ham mana shunday paxsa uy diýwallaryny birovlarnikini urup qurşap mana şu işlerini davam ettiruvchi insonimiz. Qancha yildan beri işleýäsiňiz mana şu işiň? İşlendirse bir 10-15 yıl. Maşallah 10-15 yıldan beri mana şunday paxsa diýwallaryny işlep başga birovlarniki ham ko'taraga alıp işlep berişadi mana şu kişiler. Köp yerlerde paxsaloy diýwallaryny koyup beruvchi insonimiz mana şu. Hayrly, başga birovlarga hayır tegiruvchi yaxshi insonlar. Mana bizlerde yaxshi, taqvo yaxshi insonlar köp inşallah köpeysin. Mana ko'rib turgan aziz muxlis do'stlar, albatta kanalimizga obuna bolup like bosib qo'llab-quvvatlab turing inşallah do'stlar. Mana shunday oldin loylarni mana shunday qilib bir bel bilan ag'darib chiqishadi. Ondan keyin suvga yoqib loy urishadi mana shularni. Aziz muxlis do'stlar, albatta kanalimizga ko'p ko'rsatuvchi muxlis do'stlarga like bosib obuna bo'lib qo'llab-quvvatlab turing. Assalomu alaykum. Bizning kanalimizni ko'rib kuzatuvchi muxlis do'stlar. Mana bu yer yangi ko'rib kuzatayotgan muxlis do'stlar bo'lsa, kinlik bo'ladi mana bu. Afg'onistonda qanday qurshaladi mana paxsa diýwallarynyň içine mana shunday plastar qilib yangidan qurshaýapti. Bu kinlik bo'ladi. Iki qishloqqa foydali bir xayriya yangi kinlik doktorxona bu. Do'stlarga albatta Alloh rozi bo'lsin hammamizdan, albatta do'stlarimizdan. Mana shu bizlarda Afg'onistonda uy diýwallaryny ham ko'prog'ini mana içine shunday qilib qurshadi. Dashi paxsa bo'lsa ham ichkarisini shunday qilib qurshaydi. Halol mehnat hammamiz. Assalomu alaykum aziz hurmatli bizni ko'rib kuzatuvchi muxlis do'stlar. Inşallah videomiz yoqsa kanalimizga obuna bo'lib like bosib qo'llab-quvvatlab turing inşallah. Mana bu yerda ham yangi tashlangan, qurshalayotgan joylar bu kinlik bo'ladi. ikkita qishloqqa foydali yangi kinlik bo'ladi bu doktorxona yangi qurshalyapti mana shu yerlarda. Mana bitta torat qiladigan joylarni ham Turkiya qurshab bergan, ana bayraqi ham turibdi. Mana shu yerlarda yangi kinlik qursalyapti aziz muxlis do'stlar. Albatta halol mehnat qiladigan ishchilarni hammasining videosini olib boryapmiz. Albatta do'stlar uchun bu videolar yaxshi videolar tashlab turamiz halol mehnat uchun inşallah. Birovning haqqini xiyonat qilmay, birovning haqqini yemay inşallah insof bersin hammamizga. G'arazsiz yaxshi inson bo'laylik. Mana shunday beg'araz yaxshi kinliklar, davoxonalar qursalyapti ko'rayotganingizdek inşallah. Hammamizga shunday yaxshi joylar tashlab, foydali joylar qilib turishimiz nasib qilsin inşallah hammamizga.
Halal işçilik bizlarda Xudoga shukr hammasi mana shunday davom etadi do'stlar. Temur ko'paldi hammasi. Shu filmdik tayinni yoqda aytamada. Buraqimdan ikki qimnanim bormunda. Maşallah. Assalomu hurmatli do'st, muxlis do'stlarim, mana yangi doktorxonamizning yangi devorlari mana ishlanyapti bu yerda. Yangi doktorxona bo'ladi bu yer. Ko'rayotganingizdek mana paxsa devorlarini mana shunday qilib suvaydi. Yangi ishlanyapti bular. Maşallah ko'z tegmasin. Mana usta akalarimiz mana shunday qilib ishlaydi. Olar. Öyle har mağnam xuda. Ne hili qiyna demin? Yo'q. Necha ulat bereyim kuningda shul ya ko'tara alding buni. Yangi ishlatib qo'llanadi. Mana xuda. Ko'taradi. Ul suvaga nima deydi suvaq dering buni? Mochuna qiladi ya. Plaster chuna plastermi? Ova. Mana xuda boshqa chuna plasterni boshqa ishlarini biladingmi yo faqat shu chuna plastermi? Ova asas mana shu qayerdan bo'liyor. Daha xayran ko'rib biladingmi? Ova. Şu yana bir daha şu öğren neper gerek deydi. Lakin neper tap bilmedim, usta tap bilmedim deydi. Önünde. Eğer şol bir kar olan örpüler de onun için. Örüp vaqtli mana shu ishlatsa, bo'lmasa olmasa. Ondan bu da. Mana asıl hemme ustaçılık bilen tayt ustakarımız. Ben bu da göz değmesin. Günne 90 ming. O'zbekiston pulini 90 ming. İşleri kinşin 5 doğanı, oğan pulu 5 doğanı. Assalamu alaykum. Usta harman o. Ya da koymang yana. İşler. Aynen. Ya hilak işler ayadın yok mu? Yavaş şükür. Ben bu da bir günde kança metre tuva biliyorsunuz? Bir günde bir 6 metre divarlı evden çıkarmalı. Bir nefer mi ya? Bir tane nefer mi? Sen ne kadar bile? Aynen bilen. Güllük konuşun yani işlediniz mi ya götüre mi? Güllük bu hem işler. Ondan pulu. Şuna layık oynayamayın bir 5-6 metre işleyebilseniz. Taşlar hem soğumalı mı ya bir için soğumalı mı? Bir için soğumalı. Taşınması var mı? Ondan pulu. Böyle maşallah devam edin inşallah. Assalamu alaykum. Mana bulam yaşlığımız. Aleyküm. Am xuda. Adip yorsunuz, siz aylanıp yorsunuz. Ben mana dektim. Tamna harman aytma geldim. Oynam xuda. Mana doktor ağanın sadece jaylarına gördüğümüzünüz böyle göçütçü için taze şuru edene kendim xuda. Dektim. Hem hasap çağın beraber ettim. Ben ev gezme geldim. Şöyle bir meraklıma. Oynam xuda. Hoş geldiniz xanava. Teşekkür. Doktor ağamızdan mana taze jaylarında inşallah bir oturup bir yaxşı doktorlik etmek nasip etsin inşallah. Assalomu alaykum. Mana bulam Çaya girin çaya. Mana shu yerda ko'maklashgani, taqishgani kelgan nafarimiz. Maşallah. Qanday? Ustalar bo'ladimi ishi? Ha maşallah ustalarıma laf uzabet yatıyla. O yaxshi nom xudo. Mana bu nafarlarim shularga ko'maklashib baqishib turadi nafarlar. Mana bu ham Samad aka. Shu yerda shularga charchamang deb o'zi ham ko'maklashgani kelgan. Yangi doktorxona bo'ladi bu yer. Paxsa devorlarni mana shunday qilib suvab ishlaydilar. Maşallah ko'z tegmasin. Yangi uy devorlari. Videomizni ko'rgan do'stlar bo'lsa inshaalloh kanalimizga obuna bo'lib, like bosib, qo'llab-quvvatlab turing inshaalloh. Mana bizda paxsa uy devorlarini mana shunday qilib ishlashadi. Aziz muxlis do'stlar. Mana bu yerda ham suvoqlar. Harman o'ynam xudo. Mana qumga mana shunday narsalar aralashtirib
shunday beton qiladi buni. Albatta shuna mana bu oq narsa. Shuni shunga tashlab qo'shaydi. Mana shunda qo'shagan. Mana bular ham sizlarga ko'maklashadigan bolalar, ishlarini davom ettiradigan kishilar. Mana bizda uy devorlar mana shunday qo'shiladi. Albatta do'stlar, Afg'onistonlik birodaringizning kanaliga xush kelibsiz. Bizda yaxshi halollik, to'g'rilik haqida yaxshi videolar bo'ladi inshaalloh. G'arazsiz ko'zbo'yamachilik qilmay inshaalloh yaxshi videolar qilamiz. Xato va kamchiliklar uchun uzr so'raymiz do'stlardan. Albatta so'zlaringizni kommentariyada yozib qoldiring inshaalloh. Albatta murojaatingiz bo'lsa kanalimizning yuqorisida WhatsApp va Telegram nomerimiz qayd etilgan. Albatta murojaat qiling. Albatta yaxshi va negativ fikrlar bo'lsa albatta o'zingiz yozib qoldiring. Xatolarimizni, kamchiliklarimizni to'g'ri tushuning, xatolarimizni albatta to'g'rilaymiz inshaalloh. Albatta xato va kamchiliklarimizni o'zingiz yozib qoldiring inshaalloh do'stlar. Yaxshi halollik tarafdor, yaxshi insonlar O'zbekiston va boshqa yerdan ko'rib kuzatuvchi muxlis do'stlar uchun